Assalomu alaykum. Men Toshkent kimyo texnologiya instituti neft va gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrasi 3-bosqich talabasi 22-26 guruh talabasi Turdimurodov Sanjar. Mening mavzuim metanni konversiyalab vodorod gazini olish. Metanni konversiyalash bu asosan metan gidrogenizatsiya, ya'ni gidrotozalash jarayonlari uchun vodorodni ajratib olish uchun ishlatiladi. Bizning texnologik jarayonimizda texnologik sxemasi shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda metan gazi yuborilib, 10-kompressor orqali issiqlik almashtirish qurilmasi, ya'ni isitgichga yuboriladi, 7-isitgichga. Bu yerdan 2 hamda 3-oltin guruhdan tozalash uchun reaktorlardan o'tkaziladi va 11-aralashtirgichga yuboriladi. 11-aralashtirgichda 8 hamda 9 isitgichlar orqali suv bug'i beriladi va 12 konversiyalovchi bug' o'chog'iga beriladi va bu yerdan 6-issiqlik almashtirish qurilmasi orqali havo puflanib va suv bug'lari chiqarib yuborilish uchun tutunaydan chiqarib yuboriladi. Undan keyin 13-issiqlik almashtirish qurilmasi orqali 14-reaktorga keladi. 14-reaktorda temir xromli konversiyalovchi, temir xrom katalizator mavjud bo'lgan konversiyalovchi reaktor bo'ladi. U yerdagi havo harorati pasaytirilib 200-250 gradusgacha pasaytirilib 16-reaktorga keltiriladi. 16-reaktorda mis ruhli katalizator mavjud bo'lgan reaktorimiz bo'ladi. Reaktorni o'tgandan keyin 13-issiqlik almashtirish qurilmasi orqali havo harorati pasaytirilib, bu yerdagi 18-absorberga keladi. Absorberda ichida kaliy karbonat bo'ladi. Kaliy karbonat gazlar tarkibidagi karbon angidrid gazini yutish uchun ishlatiladi. Kaliy karbonatga yuborilgan shu absorber gazi tarkibidan karbon angidrid ajratib olinib, 19-turbina orqali, nasos orqali 21-regeneratorga keltiriladi. 21-regeneratordan kelgan shu bug' iste'mol uchun yuboriladi va undan qayta 18-reaktorga keladi, absorberga, ya'ni 18-absorberdan kelgandan so'ng 25-issiqlik almashtirish qurilmasi orqali uning harorati oshiriladi hamda 22-metanirlash reaktoriga yuboriladi. Metanirlash reaktorida shu vodorod toza ajratib olish uchun ishlatiladi va yana qaytadan 25-issiqlik almashtirish qurilmasi orqali o'tib, 25 hamda 23-issiqlik almashtirish qurilmasidan o'tib, bu yerda 23da sovitiladi va 24-kompressor orqali toza vodorod gazi iste'mol uchun gidrogenlash jarayoni uchun yuboriladi.